qarindoshlar, bugun Vincore veb-sayti orqali pul ishlashni o'rganib o'tamiz. Birinchi navbatda videosidagi havola ro'yxatdan o'tganingizdan so'ng bu yerda quyidagicha menu chiqadi. Ya'ni ro'yxatdan o'tish uchun bu yerda birinchi qator elektron pochtangiz, keyin parol yozasiz. Shuni esdan chiqarmang. Parol har xil harflardan iborat bo'lishi kerak va 8 ta belgidan iborat bo'lishi kerak. Elektron pochta haqqi bo'lishi shart, chunki elektron pochta 6 xonali kod boradi, o'shani kiritish kerak. Keyinchi mana bu yerda referral kod video ustida bo'ladi va mana bu yerda captcha tasdiqlanadi. Bu yerda siz galishga qo'yib sign up degan tugmani bosish orqali ro'yxatdan o'tasiz. Men ro'yxatdan o'tganman, endi akkauntimga login qilib kiraman. Login menyusi shunday: elektron pochta, parol, yana shu captcha, keyin login bosiladi. Xo'sh, bu asosiy hisobimiz hisoblanadi. Balansimizda $1075 bor hozirda. Xo'sh, demak preferensiya asosiy menyu, ya'ni bosh bo'limimiz. Bu yerda hamma ma'lumotlaringiz kiritilgan. Bu yerda elektron pochtangiz, ID kodingiz va boshqa funksiyalar bor. Bundan tashqari verifikatsiya uchun ham bor. Parol pul chiqarish uchun kerak bo'ladi albatta. Invite do'stlarni taklif qilish bor bu yerda. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerda do'stlar taklif orqali pul ishlash imkoniyatlari ko'rsatilgan. Bu yerda darajalar bor. Yana shu darajalarga qarab sizlar yana daromad olishlaringiz mumkin bo'ladi. Mana bu yerda ko'rsatilgan. 2 tadan 4 tagacha necha dollar hammasi tavsiya sifatida ko'rsatilgan. Bir boshdan ko'rib chiqsanglar o'zlaringizga foydali bo'ladi. Demak, activity bo'limiga o'tsangizlarga bu yerda depozitlar uchun bonuslar mavjud. Ya'ni birinchi depozit uchun mana qaranglar. Bu yerda har bitta depozitingiz uchun birinchi martaga pul olasiz va bundan tashqari birinchi marta depozit qilgan paytingizda pulingizni yo'qotsangiz agar 100% sizga qaytarib tashlab beradi pulni. Ya'ni menejerga yozasizlar bu narsani, sizga qaytarib beradi. Birinchi marta uchun faqat bu. Davom etamiz. Qolgan bonuslar, komissiya bonuslar mavjud bu yerda. Ya'ni do'stlaringiz taklif qilgan ish orqali siz daromad olishingiz mumkin bo'ladi. Birinchi daraja bu siz, kim bu sizning do'stlaringiz, bu tomonda sizning do'stlaringiz bo'ladi. Do'stlari uchun ham pul olasiz. Misol uchun level 1 darajasida depozit qilsa agar 20% ni olasiz. $1000 depozit qilsa $10 olasiz. Level 2 da esa 10%, $1000 qilsa $5 olasiz. Ya'ni do'stlaringiz tomonidan bu. Ya'ni sizning hisobingizdan berilmaydi, do'stlaringiz cho'ntagidan ham olinmaydi, kompaniya hisobidan beriladi. Mana bu yerda esa depozitlar qilish yana tushuntirib o'tirilgan. Ya'ni depozit qilgan paytingizda qancha bonus olasiz. Misol uchun birinchi marta $5 depozit qilsangiz 3% olasiz. Keyin depozitingiz miqdoriga qarab foizlar ham oshib boradi. Har bitta depozitingizga shuncha bonus qo'shib beraveradi balansingizga. Bu ham juda ham yaxshi narsa. Yana davom etamiz. Har kunlik, haftalik bonuslar mavjud. Misol uchun siz bir hafta davomida $10,000 depozit qilsangiz sizga $100 bonus beradi. Bu haftalik depozit hisoblanadi. Bu yerga e'tiborli bo'lish kerak. Bir hafta davomida $10,000 depozit qilish kerak bo'ladi $100 uchun. Ya'ni yaxshi depozitlar qilish va nima deydi, bonuslarni ishlab yana pul chiqarib olish mumkin bo'ladi bu yerda. Xo'sh, ya'ni kunlik bonuslar ko'rsatib o'tdik bu yerda. Daily first deposit, weekly deposit, invest in Bitcoin, premium VIP, hamma funksiyalar shu mana bu yerda do'stlaringiz taklif qilish uchun shu murojaat qilishingiz kerak bo'ladi master agentimizga. Bu yerda yaxshilab tushuntirib beradi yana. Davom etamiz. Trade savdo bo'limi, ya'ni общий savdo bo'limiga o'tamiz endi. Xo'sh, bu yerda endi biz savdo qilishimiz kerak. Bitcoin va Ether narxlarini prognoz qilamiz. Bu yerda hozir tizim ishlamayapti ekan. Monetizatsiyaga tushib qolibmiz. Do'stlarni taklif qilish uchun mana shu kodni video ostida bo'ladi. Sizlar ham shu kod orqali ro'yxatdan o'tasizlar. Sizlarda ham bo'ladi. Ushbu kodni olib do'stlaringiz taklif qilasizlar va ular depozit qilgan paytda sizlarga ham bonus to'lanadi, ular ham bonus oladi. Endi esa depozit qilish funksiyasini ko'rib chiqish kerak. Bu yerda albatta pul chiqarish va depozit funksiyalari mavjud. Bu yerda hammasini ko'rib o'tamiz o'z bir boshdan. Bu uchun biz asosiy bo'limga o'tamiz. Bu yerda juda ko'p o'yinlar bor. Depozit qilib ishlashimiz uchun depozit tugmasini bosamiz. Bu yerda Union Pay va boshqa hamyonlar bor. Misol uchun qulayini o'zingiz tanlaysizlar. Terki 20 hamyon yoki
USD orqali chet davlat valyutalar orqali depozit qilish mumkin. Bu yerda depozit amount sifatida tayyor depozit raqamlari ham qo'yilgan. Buni depozitni misol uchun shuni bosasiz va sizga depozit adresi to'lash uchun ko'rsatiladi. Buni kopirovat qilib olasizda depozit qilish uchun xohlagan platformangizdan depozit qilib olasiz bu yerda. Video ustidagi havolalar orqali ro'yxatdan o'tib bo'lganingizdan so'ng depozit qilish funksiyasida boya ko'rgan bo'lsangizlar havola beruvdi kashier sayti orqali mana shu yerda depozit qilish mumkin. Bu yerda esa bizga adres beradi. Mana shu adresga kopirovat qilamizda o'zimiz xohlagan platformadan depozit qilishimiz mumkin. Binance yoki boshqa platformadan depozit qilish imkoniyatlari bo'ladi. Mana shu bo'limni bosib depozit qilish uchun kirasiz. Endi esa bir boshdan pul chiqarish funksiyasini ko'rib o'tamiz. Withdraw degan tugmani bosamiz. Bu yerda esa biz pul chiqarish uchun parol qo'yishimiz kerak bo'ladi. Va elektron pochtamiz orqali ushbu parolni tasdiqlaymiz. Hozir tasdiqlash kodi kelmadi. Keyinroq yana davom ettirib ko'rsataman. Bungacha o'yinlar o'ynashni ko'rib o'tamiz. Xo'sh, demak, birinchi navbatda biz aviator o'yinini o'ynab ko'ramiz. Juda ham yaxshi o'yinlardan biri. Yaxshi foyda keltiradi bu. Xo'sh, do'stlar, mana bu yerda esa pulni kiritamiz. Va qancha pulni qaytarib olishimizni ko'rsatamiz. Bu yerda qo'lda olish bor va auto bor. Auto pul tikish ham bor bu yerda. Demak, birgalikda boshlaymiz hozir. Hozir o'yin tugasin, keyin biz ham boshlaymiz. Xo'sh, mana yutqazdi. Endi biz tikamiz. Ko'p nafsga berilib ketmasligi kerak. Mana ko'rdingizlar. Normal ishlasa bo'ladi, faqat ehtiyotkorlik bilan kam-kam tikib o'ynash kerak. Hozir miqdorida 8 kishi umumiy pul tikdi. Ko'rishingiz mumkin 380, 500, shu $10 hammasi pulni olibdi. Yana rezerv pulingiz bo'lsa, bemalol olishingiz mumkin. 2 barobar qilib olish ham mumkin bu yerda. Misol uchun $100 tikib ko'ramiz bu yerda. Yetadi. $150. Sof $50 qilib qaytarib oldik. Endi ko'p nafsga berilib ketsangiz agar yutqizib qo'yishingiz mumkin, hamma pulingiz havoga uchib ketadi. Shu sababli kam-kam o'ynash kerak buni. Chiqib ketamiz. Ko'p o'ynash ham zarar buni. Boshqa o'yinlarni ko'ramiz. Xo'sh, bu yerda yana sizlarga tavsiya qilayotgan o'yinlarimdan biri Blinkon'ni taklif qilaman. Blinko ham yaxshi o'yinlar, ya'ni o'zlaringiz tushunayotgan o'yinlarni o'ynashni tavsiya qilaman. Bundan ko'ra aviator yaxshiroq va boshqa o'yinlarga ham qarash kerak. Demak, biz pul tikamiz, $20 grenga tikamiz. $2 qo'shildi. Rangni tanlaysiz, qaysi rangga tushishi mumkinligini. Xo'sh, $200, $100 tushdi. Xo'sh, grengini tanlaymiz. Yana o'yinda xolos ko'p apasroq bu o'yin, lekin yaxshi o'ynamagan ma'qul. Hatto o'ynab qo'ysangizlar, shunaqa yutqizib qo'yasizlar. Mana yutqizib qo'ydim. Endi buni aviator orqali pulimizni tiklab olishimiz kerak bo'ladi. Bular ketib qoldi. Xuddi shu tartibda endi pulimizni ko'paytirib olamiz, boshqa ilojimiz yo'q. O'sha uchun rezerv pullaringiz bo'lsa, shu yerda ko'paytirib keyin qilganlaringiz ma'qul. Hozir chiqib ketaman, keyin nafsga berilmasligi kerak. Eng asosiysi shu bu o'yinda. Ishlamay qoldi.
Pul chiqarishni endi batafsil tushuntiraman davomiga. Confirm degan tugmani bosamiz, boya aytganimdek o'zimiz xohlagan parolni qo'yamiz hozir bu yerga. Ikkita qatorni ham to'ldirib bo'lganimizdan so'ng email verification degan joyi bor. Mana shu yerda get verification kod deb yuboramiz. Endi esa kodni nimadan elektron pochtamizdan olib shu yerga yozamiz. Mana yozdik, confirmni bosamiz, saqlash bo'ldi. Buni bitta admin qilamiz. Withdraw degan tugmani bosamiz endi. Ana endi blockchain walletni belgilaymizda tezerga adres rekord bu yerda o'zimizni kошелек adresimizni kiritamiz, ya'ni Tron blockchain'dagi kошелек adresi xohlagan adresni kiritishimiz mumkin bu yerda. Blockchain yana belgilaymiz va al degan tugmani belgilaymiz. 3308 ya'ni 34. Confirm degan tugmani bosib, parolimizni yana kiritamiz bu yerga. Confirm. Shu pulni chiqarishga qo'ydik. Endi pauza qilib turamiz. Pul tushgandan keyin davom ettiramiz videoni. Mana do'stlar, hisobimizga pul tushdi, ya'ni pulni to'lab berishdi. Endi esa Binance hisobimizni tekshiramiz. Mana ko'rishingiz mumkin, $381 hisobimizga kelib tushgan, depozit kiribdi. 29-may 17:10 da kelib tushgan ekan pul. E'tibor bermoqman. Demak, sayt hozirda to'lamoqda, yaxshigina pul ishlash imkoniyati bor. Bemalol ishlashlaringiz mumkin. Aviatorda sal ehtiyotroq bo'lib ishlanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.